Do'stlar, assalomu alaykum. YouTube kanalimda sizlarni ko'rib turgani juda ham xursandman. Juda ham ko'pchilik so'ragan, juda ham ko'pchilik kutdi. 500 kubali BMW modelimizni, replika modelini to'liq arzon qilib bering deydi. Sizlarning talablarga binoan ushbu 500 kubali yangi kelgan modelimizni batafsil sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinishlari, motor hajmi, tormoz sistemasi, shinalari haqida, ya'ni qo'shimcha yangiliklar haqida batafsil gaplashamiz. Menga obuna bo'ling, like bosing, yaqinlarga yuboring va bu menga motivatsiya bo'ladi va yangi modellarni sizlar uchun chiroyli qilib obzor qilib beraman. Videoni 0.5 formatda olyapman, shuning uchun mototsiklning gabarit biroz kichkina ko'rinyapti, lekin mana 1x ga olganimda gabaritini ko'rishlaring mumkin. Ancha mototsikl uzun gabaritga ega. Endi buni motor qismidan boshlayman. 500 kubali yaxshi premium motor bilan jihozlangan. Korobkasi 6 talik bo'ladi. 500 kuba bo'lgandan keyin ko'rishlaring mumkin, bunda masli filtr bor. Ya'ni bu sizga yana qo'shimcha qulaylik beradi. Maslingizni yaxshi filtrlab o'tkazib beradi. Mototsikl yurish masofasi masli qo'yganingizda biroz uzoqroq bo'lishi mumkin. Xo'p. 500 kub injektor motor, ABS sistema qo'shimcha mana tormoz sistemasida oldida katta disk bilan jihozlangan va Brembo emas, tormozi Brambro, ya'ni Xitoy tormoz sistemasi hisoblanadi. Ya'ni mototsikl o'zi Xitoy replika bo'lgani uchun. Endi bunda qo'shimcha nima o'zgarishlar bor desak, eski 400 talik mototsiklning murdasiga nisbatan buni kallasi ozgina kattaroq ko'rishlaring mumkin. Buniki sal ingichkaroq edi. Где-то 4 sm-cha umumiy qilib olganda bu kattaroq bo'ladi. Ya, uni oldida qo'shimcha vid berib turadigan mana bunaqa jabra qo'yib ketilgan. Qaranglar. Lekin faralar o'sha asos o'zak bitta. Teskari amortizator, bu amortizator baquvvat bo'ladi. Oldi shina Cherokee balon. Qo'shimcha endi bunga original deymiz. Endi asosan juda ham yaxshi bu slayder, bilasizlar. Mana slayderdan qo'yilgan LED lampa bor. Va eng qiziqarli, ko'zga juda ham chiroyli ko'rinadigan qismi, mototsiklning barcha plastik detallari hammasi aquaprint qilingan. Bu karbon emas, aquaprint, lekin juda ham chiroyli ko'rinish beradi. Ko'rishlaring mumkin. Hattoki buni postga qo'yganimda juda ham ko'p davlatlardan, Rossiyadan, Misr, Eron, har xil mamlakatlardan bizga jo'natishda imkoniyati bormi? Juda ham o'xshash ekan, bizga ma'qul keldi degan atzivlar bo'ldi. Endi bunda qo'shimcha buni ozgina oshirib yuborishdi. Mikrofon sistemasini qo'yib qo'yishibdi. Mikrofoni ham bor ekan, ya'ni siz Bluetoothdan qo'shiq eshitib ketsangiz ham bo'ladi. Bu elektronik pult, bu orqali o't oldirishingiz bo'ladi. ABS sistema, bu yerda ishga tushirish nimasi va mana bu podsvetka bo'ladi. Mana kechqurun mana shu podsvetka yonadi. Elektronik tablo, buni maksimal tezligi 160-165 gacha bemalol chiqadi. 6 talik peredacha bo'ladi, rasxodi 7 tagacha bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Menimcha barcha kerakli ma'lumotlarni berdim. Chexolni ham juda chiroyli qilib BMW ga moslab tikishibdi. Oldi ko'rinishlarni hozir mana uzoqda hamyurtlarimiz, haligi musofirdagi hamyurtlar juda ham ko'p so'rashadi. Tashqi ko'rinishlarni, hamma ma'lumotlarni berdim qisqacha obzorimizda. Agar yana qanaqadir narsasi esimdan chiqib qolgan bo'lsa yoki qo'shimcha ma'lumot qisqalik uchun biroz telefonim o'chib qoldi qizib. Menimcha barcha kerakli ma'lumotlarni berdim. Musofirdagi akalarimiz juda ham ko'p so'rashadi bu haqida batafsil ma'lumotni. Agar nimadir esimdan chiqib qolgan bo'lsa, nimadirni aytmay o'tgan bo'lsam, kommentariyada bemalol so'rashlaring mumkin yoki Telegram manzilim, Instagramim bor, so'rashlaring mumkin. Batafsil ma'lumotni yana beraman. Oldi orqa jiddiy tormoz, yaxshi amortizator, slayder, duga, LED lampa, podsvetka, Brambro tormoz. Narxiga keladigan bo'lsak, $3100 dan O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Ishonch do'konlari orqali bemalol uni ikkita viloyatga bo'lib to'lashga ham chiqarib beramiz.